Sovuq havo tushishi bilan murojaat qilib kelayotgan bemorlarimiz o'rtasida oyoq og'rishi, oyoq bo'g'inlari, qo'l bo'g'inlari og'rishi, muzlashi, uvishishi kabi shikoyatlar bilan murojaat qilib kelishyapti. Bemorlarimizda, ayniqsa surunkali bo'g'in kasalligi bor bemorlarimizda, ya'ni bu revmatizm, reaktiv artrit, revmatoidniy artrit, poliartrit, shu bemorlarimizda sovuq tushishi bilan kasallikning xuruji boshlanadi. Buni sabablari nima? Birinchi sabab sovuq tushishi bilan bizada bo'g'inlarning orasida joylashgan sinovial jidkost, ya'ni sinovial suyuqligini quyuqlashib ketishi. Quyuqlashgan sinovial jidkost o'sha joyda bakteriyalarni yig'ishiga sabab bo'ladi va bo'g'inni yallig'lanishiga olib keladi. Ikkinchi sabab bu qon tomirlarimizning sovuq havoda torayishi. Qon tomirlarni toraygandan keyin umumiy badanimizda qon aylanishi sekinlashadi. Ya'ni bu degani sovuq havoda qon aylanishi sekinlashdi degani, demak bo'g'inlarda o'sha oziqlanishi ham shu bilan parallel ravishda oziqlanishi ham kamayadi. Buni natijasida shu bo'g'inlarga yetarli miqdorda oziqa moddalarini kam kelishi. Yana bir sabab bemorlarimizni o'z vaqtida dorilarni iste'mol qilmasliklari. Revmatolog tomonidan o'sha tavsiya qilingan dorilarni bemorlarimiz unutib qo'yishadi yoki ichishmaydi vaqtida va surunkali revmatoid kasalliklar ayniqsa shunaqa sovuq havoda bezovta qiladi. Shuning uchun bu kasalliklarni qo'zish davriga olib kelmasdan dorilarni vaqtida iste'mol qilishinglarni iltimos qilamiz. Surunkali revmatologik kasalliklarini sababini aniqlash uchun qator analizlar bor. Revmatolog huzuriga kelib shu analizlarni topshirib, ya'ni umumiy qon analizi, revma proba, ACCP, qonni quyuqlik suyuqligi, ya'ni koagulogramma analizlarini topshirib, kasallikning sababini aniqlab, vaqtida davo muolajalarini qilishinglarni iltimos qilib qolamiz. O'zingiz va sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling.